Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismli 2-sinf matematika yozuv kitobining 1-qismini 2-mavzusini o'tamiz. Bugungi mavzumiz toq va juft sonlar. Sizlar bilan 1-darsimizda toq va juft sonlar haqida qisqacha to'xtalib o'tdik. Bugungi mavzumizda esa toq va juft sonlar haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Xo'sh, o'zi juft son nima ekan? Oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugagan sonlar juft sonlar deyilar ekan. Endi sizga savol, oxirgi raqami 4 bo'lgan qanday juft sonlarni bilasiz? Oxiri 4 bilan tugagan, masalan, 54 degan sonimiz bor. Yoki oxirgi raqami 8 bilan tugagan qanday juft sonlarni bilasiz? Masalan, 78 oxirgi raqami 8 bilan tugagani uchun 78 soni juft songa kiradi. Endi biz toq son nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Oxirgi raqami 1, 3, 5, 7, 9 raqamlari bilan tugagan sonlar toq sonlar deyiladi. Masalan, oxirgi raqami 5 bilan tugagan qanday toq sonlarni bilasiz? Masalan, 25. Oxirgi raqami 5 bilan tugagani uchun bu sonimiz toq son deyilar ekan. Endi sizga yana bitta savol. Oxirgi raqami 9 bilan tugagan qanday toq sonlarni bilasiz? Masalan, oxirgi raqami 9 bilan tugagan 19 degan sonimiz bo'lishi mumkin.